Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan O'zbek Irkut shahridan. Bugun xudo xolasa 10-oktyabr juma, hammani juma ayyomlari bilan ishga chiqdik, ishni boshlaymiz. Soatimiz mana do'stlar 7:20 ertalabki 0 gradus ko'rsatyapti, sovuq tushib qolgan уже. Prioritetimiz 42, пока что 0 zakaz. Kechara soatkaz qilganmiz. Ikkinchi adres bir 20 tadan keyin ko'rsatadi, 60 ga chiqqandan keyin ko'rsatadi. Ko'p otkaz qilganmiz, zonaning ichidamiz, yo'qdik, kutamiz birinchi zakazni qayerga beradi. Benzinimizda bak, полный bak. Nolga qo'yib qo'ydik, ko'ramiz necha kilometr yuramiz. O 5 koeffitsient beryapti. Comfort Plus'dan. Buni otkaz qilamiz, chunki 3,5 kilometrdan tashayapti, tushibdi. Kecha shanqil otkaz qilib, ikkinchi adresda umuman qo'ygan. Mayli. Уже 38 ga tushdi, uni to'g'ri oldi. 42 edi. Ko'rmasdan ishlaymiz. Ko'ramiz, kutyapmiz, qayerga beradi. Mana yubileyni 40dan 1,8 kilometrdan beryapti. Buni oldik. Qayerga ekan? Nima deb o'ylaysizlar? Ketdik, unda ishni boshladik. Keldik, kutyapmiz klientimizni. Avtomobilga Svetli Google deyapti. Svetlaya улица 42, razvarnoga ekan. Kilometri 8-6 24 minut. Boradigan joyimizda, lekin koeffitsient yo'q ekan. Oqarib turibdi. Mayli, boraveramiz. Крайний случай bizga bu yerdan Solnochniy aeroport yaqin, yo Solnochnidan yo aeroportdan ushlaymiz. Kutyapmiz hozir 8-6 kilometr. Mijozimizni olib keldik, zaverst qilamiz. Itogo 699 rubl. Bizga endi bu yerda koeffitsient yo'q ekan. Ближайший zonani ichiga kiramiz. Yerdan 1.3 ko'rsatyapti ekan, juda past. Shu yerdan yo'q borsak ham bo'laveradi ekan bo'lsa. Haqiqatda 2 bo'lganda borsak bo'lardi. 1.3 ga ne stoyitdi? 3,5 kilometr aylanib borganimizga chor. 3,5 kilometrga borish ne stoyit? Yonimizda domdan berib qo'ydi. Chudesnaya ko'chasidan kutyapmiz. Kirpishning dom ekan, 300 tashkami, 400 tashkami. Bizga 2 ta adres berdi. Короче, Baykalskiy 320 ga borib, Marko Молодежный deyapti. O Melnishniy pat tomondagi Молодежный bo'lsa kerak. Melnishniy pat tomon Kostichevdan o'tib Melnishniy patni boshiga borar ekanmiz. Kilometr 16 kilometr. Klientimizni kutyapmiz. Varot ochilyapti, chiqyapti ishga. Uylar zo'r tushgan ekan. İkinci zakazımızı olib keldik, zaverst qilamiz. Itogi ham 699 rubl deydi. Bizda bu yerda qayerda zona bor ekan? Yubileynida. Yubileyni bizga yaqin, shunda tushib boramiz, yana vaqtimiz bor. Yana 10 minut vaqtimiz bor. Uchinchi zakaz zaverst qilamiz. Trampunga keldik, Jambugaga. Jambuga 2 trampung olib keldik. 631 rubl. أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Betga geliyor, bet qilamiz. Keyin dars ishlaymiz. Evet, choyni ichdik do'stlar, qorinni to'g'izdik. Juma namozidan chiqib, namozlar o'qib, hamma juma yomi bilan yana bir bor bizni Irkutskda masjid adresini aytib ketaman, chunki yangi keladigan kim Irkutskga kelsa, bir masjidga kelib 2 rakat namoz o'qib ketadigan bo'lsa, yo bir farzandli bo'lib ozon ayttiraman desa, kerak bo'lsa, endi masjid kimdir nikoh o'qitar, kimdir yana boshqa ishi bilan keladigan bo'lsa, adresini yozib qo'yaman do'stlar. Adresi Karla Libnixda 86. Yana yozib qo'yaman. Bemalol kelib kimga kerak bo'lsa, обращаться qilaveradi. Shu aytyapman, farzandli bo'lib ozon ayttirmoqchi bo'lsa, yana boshqa ishlari bo'lsa, bemalol kelishlari mumkin. Biz choyni ichdik hozir. Mana do'stlar, Karla Libnixda 38. Bu yerda montini juda zo'r qiladi. Halol kafe. O'tga montisi zo'r. Ati mont yegani kiraman o'shatgancha uncha. Семейный kirib yesa ham вообще zo'r. Sochni qiladi. Realni montiga gap yo'q. Do'stlar, kelib har kun kelib prova qilib yeb ketsalaring bo'ladi. Zakaz berib qo'y. Har doimgidek точка bir ko'rsatmaydi. Men matchga kelishdan oldin men ekonomni yoqib qo'ydim-da, shu ekonomdan berib qo'yibdi-da bu. Chunki uydan keldim, tahorat qilgani kirdim. Ekonomni o'chirib qo'yaylik. Shu ekonomdan berib qo'ydi, endi mollarni ketdik. Ish qilamiz do'stlar. Kuzatishda davom etinglar. Fortuna do'stlar. Irkutskda avtorinik, avtobozori. Mashinalar sotiladigan joylar. Lekin ko'pchilik endi dromdan qarab oladi-yu. Jamcha qishloq tomonlardan kelsa, mashinalar kelib olib ketishadi. Fortuna vyezd deydi. O'tganda bitta samarqandlik bola keldi. U ham kommentariyada yozib, aka qanday nima bo'ladi, borsam taksiga ishga chiqaman dedi. Kelib o'zini do'stlari ham bor ekan, qarindoshlari ham bor ekan. Hozir ishlayapti. Sekin-sekin ishni boshladi. Yana bir birodarimiz yozgan ekan. Shu qanday bo'ladi, borsam ish bor deb Qirg'izistonga ekan ishga. Bemalol kelsa, конечно, ish bo'ladi. Ana ko'pchilik nomer so'rashyapti. Nomer deysiz. Profilga kirsalaring nomerim bor. Shu TV'dagi profil deysalaring nomerni yozib qo'yganman. Shu ancha-muncha reklama uchun biror yordam kerak bo'lsa, boshqa kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, telefon qilaverasizlar. Keyin yana bir narsani aytay dedim. Hozirgi kunda agar
O'zbekistondan ko'rayotgan bo'lsa, yo Qirg'izistondan ko'rayotgan bo'lsa farqi yo'q. Yo Rossiyani bosh shahardan ko'rayotgan bo'lsa ham usta bolalar kerak. Bitta motoris, bitta xadovshik. Motoris o'zi xadovshikni ham bilish kerak. Avtoelektrik. Bir do'stim nima servis ochgan o'sha. Hozir ustaga yalchimayapti. Yaxshi usta yo'q. Ashunga bir do'stim bir nima qilinchi deydi. Shu hozir fursat qoldi, shunga aytyapman. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin agar ko'rib turgan bo'lsa, bir tanishlaring bo'lsa yo shu nimada ustachilikdan xabari bo'lsa, motoris yo xadovshik yo avtoelektrik bo'lsa, borib ishlayman degan niyat bo'lsa, kelsa Irkutskga. Ish bor. Oyligiga kelsak, klient telefon olyapti. Алло. Здравствуйте, вы где стоите? Здравствуйте, я старт создания подъехал. Получается, Какого здания? старт создания. Получается, где вот Диана кафе быстро. Рядом. Кафе быстро. А вы Кафе где с стоите? собой. Это... Ну я стою вот где вкусная точка, только тут вот, блин, на парковке Фортуна. А вкусная точка вы стоите? Это же этот. Сейчас тогда я обеду. Я понял уже. Ага, хорошо. Ага, Стойте там. все, стою. Хорошо. Nari tomon degani klientimiz. Hozir olamiz. Nima dedim, korojajni usta bolalar kerak. Agar ishlayman desa, oyligini ham aytib ketay. Hamma yo'g'ini olib qo'ygan, уже почти. Yana bir narsasi kelsa olib beradi. Buni instrument masalasida. 50 ga 50. Faqat arendalarni o'zi to'laydi, xo'jayin. Shu egasi. Kelasiz, ish qilasiz. Qancha ishlagan bo'lsangiz, o'shaning 50 gini olasiz, ketasiz. Shu do'stlar. Endi usta bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Men o'zim gaplashib, nima qilib, tochkani ham ko'rsataman. Keyingi videoda Xudo xolasa qaytarilgan avtoservisda. Bemalol ishlashlari mumkin. Shu do'stlar. Hozir biz klient ustuna tochka dedimi? Ustuna tochka deyapti. Shlagman 3 soatgamiki bekor. Oldin yo'qdi, hozir qo'yibdi. Bu qayoqqa borar ekan? Endi ugaday melodiyada bu yog'i. Bilmayman qayoqqa boradi. Ikkinchi adres ko'rsatmayapsiz kerak, ana shu qiz bo'lsa kerak. Telefoniga qarab turishidan shu qizga o'xshayapti. Ketdik. Точно shuga mana. O'zim vaqtlar topmasam bular topolmaydi. Do'stlar, xayrli kech. Mana oxirgi zakazimizni leska olib keldik. Hech qayerda ko'rinmayapti. Leslardamiz общий 10 ming ish qilibmiz. Endi sekin uyga ketyapmiz, planni to'ldirib. Soatimiz ham shu mana 21:55. Orqaga ketyapti mashina. Bu leslarda mana qorlar bor. 10 soatimiz kechqurungi. Kilometrimiz svet yarkiligi uchun ko'rinmayapti. 274 kilometr yuribmiz. Ko'rinmayaptimi? Endi sekin yo'qlashadi hozir. Svetni o'chirich. Yo'q. Короче, 274 kilometr yuribmiz-da. Yo'qlab ko'rsatsam. Svet devor tushayotgani uchun ko'rinmayapti kameraga. Shu do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarda ko'rishguncha Allohga omonat sizlar.